LCT kanali yana o'zini obunachilarga Ramazon oyiga narxlarni chegirma qilishda davom etadi. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalga obuna bo'lish tugmasini ezib qo'yish esdan chiqmasin. Men ungacha sizlarga bir qator stol ustunlar narx-navosi bilan tanishtirib o'tamiz. High-tech posonda ishlangan komplekt xon taxtasi 360 ga 120, MDF dan ishlangan xon taxtasi, stullari poliuretan plastmassa stullardan tayyorlangan. Komplektning narxi $1600. 3 komplektlarimiz bor. Bu komplektimiz yong'oq yog'ochda ishlangan. Bu komplektimiz qoplama posonda, bu komplektimiz ham yong'oq yog'ochda ishlangan komplekt. Uchovining ham narxi $1600 dan. Siz agarda uyingizga mebel olmoqchi bo'lsangiz, qaysi komplektni tanlagan bo'lardingiz? Kommentariyalarda ochib qo'yganmiz. Bemalol kommentariyalarda fikirlar qoldiraverasizlar. $1600 dan mash komplektlarimiz tayyor turibdi. O'zbekistonda istalgan hududiga dostavka xizmatlari bor. Kelishilgan holda Andijon viloyati, Andijon shahriga dostavkamiz besplatniy, bemalol aloqa chiqaverasizlar. Qo'shni Qirg'iziston Respublikasining O'sh Qorasuv shaharlariga, Tojikiston Respublikasining Andarxon yoki bo'lmasa Sadoqat chegara postlarigacha, Turkmaniston Respublikasining O'zbekiston bilan chegaradosh Buxoro hamda Xorazm viloyatlarining chegara hududlarigacha dostavka xizmatlarini yo'lga qo'yganmiz. Kelishilgan holda Andijon viloyati, Andijon shahriga dostavkamiz besplatniy. Siz qaysi komplektni uyingizga tanlab qo'ygan bo'lardingiz? Kommentariyada fikringizni qoldiring. Biz uchun qiziq. Bizni qaysi viloyatdan kuzatib borasiz? Qaysi viloyatdan kuzatib boryaptigan bo'lsa, shu viloyatning nomini yozib o'tib keting. E'tiboringlar uchun kattakon rahmat. Hammalarga mash ko'rinishdagi mebellardan uylarga qo'yib ishlatish nasib qilsin. E'tiboringlar uchun kattakon rahmat.